Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, mana bizda Lacetti mashinamiz. Bu mashinaga magnitofon uстановка qilish jarayonini ko'rsatamiz. Eng avvalo mana shu chetidagi обрисовкani yechib olishimiz kerak. Unda bizda sovuq trosi bilan mana oyoq, yuz, labovoyga qaratadigan trosi bor. Eng avvalo ularni yechib olamiz. Buni yechish uchun ayrimlar bardachuvni yechadi, polni. Bardachuvni polni yechish shart emas. O'sha yerda tros joylashgan, mana turibdi. Mana yurg'izyapti. O'shani chiqarib olamiz eng avvalo. Mana shu joydan qo'linglarni tiqib yechib olsanglar ham bo'ladi. Bu yog'ini yechib oldik. Endi bu yoq tomondan pastida uni ham ko'rsatamiz. Mana bu yoq tomonga ham o'tib oldik. Bu yoqda o'sha tepa qismida turibdi trosi. Buni chiqarib oldik trosini. Endi обрисовкani o'zini chiqarsak bo'ladi bemalol. Mana aziz kuzatuvchilar, ikki yoq tomon trosini chiqarib oldi. Endi обрисовкani chiqarish jarayoni. Mana shu boshiga отвертка chiqarsanglar ham bo'ladi. Hech qanday zarar yetmaydi. Sekin tortib olasizlar. Avarinka deyiladi. Tagida soat shtekeri va ikkita pechkani shtekerini chiqarib olamiz. Обрисовкani yechib oldik. Bu yoqqa magnitofonni yechamiz. Mafonni o'rniga xudo xolasa biza Karazera 919 qo'yib beramiz. Kichkina bashari. Bor paytda hech bo'lgan magnitofonlardan haligacha o'zini obro'sini yo'qotmagan, hozirgi kunda kamayib ketdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu antennasi. Bu shtekeri. Karazera shtekeri olamiz. Ulanish jarayonini ko'rsatamiz. Bu hamma shtekkerlar bir-biriga tushmaydi. Pioner keng o'tlar. Buni chunki ozgina yo'nalishi boshqacharoq bo'ladi. Plus minus simlari boshqacha bo'ladi. Yana shtekker bir-biriga tushar ekan mafonni kelib bir-biriga tiqib qo'ymaylar, imkon qadar qaranglar simlari o'rniga joylashishiga. O'shandagina to'liq o'zingizlarga uverin bo'lgandan keyin ulasanglar bo'ladi. Lekin bu keyingi bilan pionerniki boshqacha hisoblanadi. Mana endi bu pioner shtekkerda qora sim pramoy minus, sariq sim pramoy plus, qizil через zamok, bu rozoviy gabarit, bu rem kontrol uslitlga chiqib ketadi. Bular mutelar kerak emas. Ular hands free qo'ysanglar kerak bo'ladi. Ikkita siyoh rang bilan ikkita yashil orqa kolonkalarni vixt hisoblanadi. Ikkita oq bilan seri kulrang oldi kolonkalarni vixt hisoblanadi. Bunda plus minus o'zi ko'rsatib qo'ygan. Palasali minus, bu minus hisoblanadi palasaligi. Palasasizi plus hisoblanadi. Mana endi bunda kimut mafon qo'yilgani uchun o'zi tayyor ekan. Mana minusini. Bunda ham xuddi shunaqa qora. Ochib eski simlarni olib tashlaylik imkon qadar.
sifatini ko'rsatadimi? O'zi asli izolenta. Mana e'tibor bersanglar bo'ladi. Bizdan oldinga qo'ygan odamlar qanaqa qo'yganini. Bular ham noto'g'ri ulamagan, to'g'ri ulagan, faqat ularning sifatiga oxiriga borib ahamiyat berishmagan. Mana bunda ham sariq promoy pilus. Mashinada mana shunaqa sabzi rang qolgan simlarga qaraganda qalinroq sim bo'ladi. Mana bunimiz promoy pilus hisoblanadi. Maytafonda sariq qalin sim promoy pilus. Hamma PNH tekirlarda bir xil bo'ladi. Simlarning rangi, kalonkani rangi, rem kontrolli rangi, promoy pilus, через zamon. Hattoki monitorlarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Rangi bir xil, joyi boshqa bo'ladi. Endi buni kalonkani pilus minusini ajratish uchun o'zi asli zavodskoy bo'lganda orqasida ishtekir yo'nalishiga qarab belgilab olsanglar bo'lardi. Endi bunda kiyim o't qo'yilgani uchun mana bunda palasali bor tomoni minus. Ikkita seriya bu. Mabodo simni rangidan eslab qolaman desanglar ham mana oldi kalonkada yashil simi minusi, salatiy rangi pilusi. Imkon qadar eski simlarni olib tashlash kerak. O'shanda o'tish kontakti yaxshi bo'ladi. Bu yerda ikkita uloq tushgan ekan. Biz ularni olib tashlaymiz, xudo xolasa. Mana bu yerdan ham ikkita seriyani ochib olamiz. Bu oldi kolonka degani. Ko'rishingiz mumkin. Ikkita oq ham oldi kolonka degani. Bu yerda mana ikkita oldimiz chap tomonimiz hisoblanadi. Mana siyoh rang bilan kulrang seriyani. Bu oldi chap tomon kolonka, mabodo chap o'rnini ajratmoqchi bo'lsanglar. Buni kulrangi minus, siyoh rangi plus hisoblanadi. Maytafonda bo'lsa palasali tomoni minus, palasasiz plus. Mana shunaqa. Bularni yaxshilab izolenta qilib olamiz. Bu mashinaga xudo xolasa subwoofer ham ustanovka qilamiz. Edifier degan. Uni ham ustanovka jarayonini ko'rsatib ketaman. Shu maytafonning ichida. Qaysi sim nimaga ulanishi kerak, qaysi sim qayerga kirish kerakligini tushuntirib ketaman. Imkon qadar o'zim tushunganchalik tushuntirib ketaman. Endi bizda ikkita orqa kolonka qoldi. Ikkita orqa kolonkamiz ko'rishingiz mumkin. Ikkita siyoh rang. Bu orqa kolonka degani. PNH tekkirimizdan ikkita siyoh rang ochib olamiz. Plus minus.
eski hareket qildi. Oxirgi kolonka qoldi. Sariq jigari rangi. Va cherizani oxirgi simimiz. Bu kemik mafhumni stekkerini olib tashladik. Yo'q degan oxirgi stekkerimizni ulovasi bo'ldi. Simimizni. Telefonni bir 80% tayyor bo'ladi. Kolonkalarning simlari bir-biriga tegsa, ahamiyatsiz, zarari yo'q. O'chib turganda simlar bir-biriga tegib ketibdi. Tutashuv bo'lmaydimi deganlar uchun kolonkaning simi bo'lsa ahamiyatsiz. Agarda plus minus simi bo'lsa, unda perdaxnayitil kuydirishi mumkin. Ham qisqa tutashuv deydimi? Shunaqa jarayon bo'ladi. Simlarni olib tashlaymiz bunda. Bu simimiz stekkerdan masaladan keyingi simimiz rem kontrol hisoblanadi. Bu rem kontrol nima tok desanglar, bu uslitilga chiqadigan cheriz zamok. Qachonki mikrofon yonsa, o'shandagina buferga tok chiqadi. Masalan, zamok yoqib qo'yib turib, mikrofonni o'chirib qo'ysanglar, uslitilga tok bormaydi. Buferdagi o'shanda bufer ishlamaydi. Akkumulyatorga zarari tegmaydi. Biz bunga mikrofonni qo'shimcha qilib subwoofer ham ulaymiz. O'shanga uni simlarini ham tashlab ketamiz. Shu rem kontrol aynan uslitilli simi. Buning uchun mana anaqa tulpani bo'ladi. O'zini komplekt. Plus minus simi, mana perdaxnayitili. Mana tulpani mana rem kontrolga ketadigan simi. Buni ham ko'rsatib ketamiz. Rem kontrol ismini o'tkazib olamiz. Buni ham yaxshilab izolenta qilib olamiz. Bizda bitta dona cheriz zamok qismi qoldi, xudo xolasa. Cheriz zamok qismi degani qachonki zamokni yoqsanglar yo burasanglar, mikrofonga tok keladi. Stekkerdan qizilsin cheriz zamok qismi. Почти 90% mahfulladi. Xuddi shunaqa chiqadi stekkerlari. Rangi, tuzilishi, ko'rinishi. Pioneer, Keynote, yana boshqa turdagi mikrofonlarda Sony. Endi buni xudo xolasa ulanish jarayoni tugadi. Buni akkuratlik qilib o'zimizga moslab izolenta qilib olamiz.
ko'rishinglar mumkin. O'zingizga akkuratnik izolenta qilsanglar, o'zingizlar ham ko'rib maza qilasizlar. Sizlardan keyin ochgan odam ham ko'rsa maza qiladi. Mana bunaqa ochilayotgan qismlar bo'lsa ham imkon qadar izolenta qilib qo'yaveringlar ustilarini. Telefonimizni ulanish sistemasi bo'ldi. Xudo xolasa qismlarimiz akkuratli bo'ldi. Mana bu mikrofonimiz Karazeri 919. Bu 9400 ekan. Mana modeli. Unga tulpan kiradigan vixtlari bor orqasida. Bu changer vixt deydi. Ayrimlar AUX chiqazadi bu stekkerdan. Bunisi antenna. Ko'rishinglar mumkin. Endi bu yerda mana 3 ta tulpan bor. Komplekt. O'zi yozib qo'ygan. Mana birinchisi subwooferga chiqish out qo'ygan. Bu subwooferga ulanadigan. Hop, ikkinchisi bor mana. Mid rear output degani bu orqa kolonkaga chiqish vixt hisoblanadi. Front bo'lsa mana high front output bu oldi kolonkaga chiqish. Usilitel qo'ymoqchi bo'lsanglar, mabodo ayrimlar usilitel qo'yadi. Oldini orqaga, orqani oldiga ulab qo'yadi. Buni o'zini hammasini yo'nalishi bor. Bu chap o'ni ham bor kerak bo'lsa. Biz hozir subwooferga qo'yayotganimiz uchun usilitilni mana low subwoofer outputga tulpanni ulab ketamiz. Tulpan. Shu tulpanni tashlab ketamiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Mafonni ulab oldik. Endi bu mafonni qo'ytirishimiz uchun katta bashara mafon bo'lgani uchun mana shunaqa tegida o'zini cho'mchagi bo'ladi. Cho'mchagini qotiramiz. Keyin uni ustiga mafonni xudo xolasa qotirib ketamiz. Bu jarayonlarni qo'yib boramiz. Mana mikrofonlarni cho'mchaklarni joylashtirib oldik. Mikrofonga tiqiladigan stekkerlarni joy-joyiga tiqdik. Tulpani, antennasi. Bu yog'iga faqatgina ishlatib ko'rsak bo'ldi. Mana mikrofonimiz yonida ishladi. Kolonkalarimiz hammasi yetyapti. Buffer ulanish jarayoni ismlari hatto tortib ketishini ham ko'rsatib ketamiz. Mikrofonlarni qotirib oldik. Akkuratlik qilib ochilgan simlarni izolenta qilib qo'ydik. Xudo xolasa. Bundan keyingi jarayon abrisovkani yana xuddi shunaqa qo'yamiz. Troslarni yana xuddi shunaqa tiqib olsak bo'ldi. Abrisovkalarni tiqib joyiga qotirib oldik. Hamma joyini akkuratlik qilib troslarni ulab qo'ydik. Mana aziz kuzatuvchilar, tulpanni simlarini tortib oldik. Bularni sprutkalarda tortib chiqsanglar, ishlar akkuratlik ko'rsatadi. Akkumulyatordan mana tezona plus kelgan. Qolgani mikrofonni orqasidan kelgan. Buni ko'rishinglar mumkin. Mana shunaqa ish sifat qilsanglar, ertaga muxlisinglar ham ko'payadi. Sizlardan keyin ochgan odam ham maza qiladi ishinglarni ko'rib. Kuzatishda davom etinglar. Mana kuzatuvchilar, simlarimizni tortib oldik, subwooferga ulab oldik. Subwooferda mana bu ikkita tulpan vixt kirishi. Mana o'z tegi yozib qo'ygan. Plus 12 volt va akkumulyatordan primoy plus kelishi. Bu rem kontrol mikrofonning orqasidan через zamok kelishi. GND bu primoy massa degan. Yana mana jarayon ulab olsa Rasmlarimizni hammasini joy-joyiga ulab olsak, jarayon tugaydi. Kimga videolarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, biz undan juda ham xursandmiz. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Podpiska va like esdan chiqarmanglar. Joninglar sog' bo'lsin.